hozirgina juda ham yomon holat bo'ldi. Mani bitta mashina qisib ketdi-da, avariya bo'lishimga sal qoldi. Orqasidan faqat migalkani bundoq qilib yoqib, tipi uzrini so'ragandek bo'ldi. Spesialni o'sha kishini orqasidan bordim-da. Bilaman, mana shu yaqin atrofda masjid bor. Chunki hozir namoz yo'li-ku. Spesial orqasidan borib to'xtadim-da, aytaman, "Aka, nima qilyapsiz?" dedim. Ukam uzr deyapti-da, masjidga kech qolman, jumaga kech qolman dedilar. Keyin aytdim, "Siz qanaqa qilib dedim, jumaga kech qolman deyapsiz? Mani dilimni og'ritib" dedim. "Siz jumaga ketyapsiz" dedim. Bilasizlar, mana men bitta narsaga masalan tushunmayman-da. Hamma to'g'ri, o'zim tahoratdagi o'zi odam javob beradi, lekin qanaqa qilib mana anaqa farzni bajaraman deb birovni dilini ortib bajarish mumkin-da. Mana masalan o'shanda dilim og'ridi, keyin uzr ukam deb qo'yaman. Mani hozir masalan dilim og'ridi, men qo'rqib ketdim-da, o'zim mashinamga. Qanaqa qilib odam, men mana shunaqa odamlarni tushunmayman. Mana balki men hozir neto gapirayotgandirman.